Zumrad va qimmat ertagini hamma biladi. Hozir mana shu qahramonlardan sizlarga qaysi biri yoqdi? Qaysi birini roli yoqdi? Sabina kim? Zumrad qimmat onasi. Yigitimizmi? Endi qaranglar, hozir bu yerda ko'rdim, mana bu qizimiz kim? Oti nima bo'lgan? Iroda. Iroda. Mana shu Iroda shu bugun rolini shunaqa chiroyli o'ynadi, hech kimdan uyalmadi. Yedi, ichdi, yeganini ovatib yubordi. Maza qilib uxladi, to'g'rimi? Qanday bajardi rolini? Yaxshi bajardi. Mana masalan, ana uyda mana chupa-chupsaligisini tashlab olib yubordi-da. Haqiqiy qimmatligini ko'rsatdi. Bu yerda mana otamiz, bobosi haligi ayoliga juda chiroyli gap gapirdi. Nima dedi? O'l jodagardi-da. Sizlarga ota-onangni aytadimi shuni? Yo'q-a? Bu ham yaxshi o'ynadi. Mana bugungi rollaringlar juda ham yaxshi o'ynadinglar. Buniki haqiqatan mana bu juda chiroyli gapirdi. Mana bu qizimiz kamgina adashdi, lekin mana bu qizimiz bular qolganlari hammasi. Sen ham salgina hayajonlanding, lekin mana bu qizimiz bu va mana bu yigitimiz zo'r bajardi. To'g'rimi? Agar yo'q desanglar aytinglar. Men xato gapirmadimmi? Yo'q. Mana bu ona rolini o'ynagan nima ham qizimiz ham yaxshi bajardi. Juda ham yaxshi. Ustoz sizga katta rahmat, sog'lik, salomatlik tilayman sizlarga. Xudo xolasa mana shu qizimiz bilan shu uchoviga mana bitta Dono degan gazetchamiz bor. Shulardan sovg'a qilaman, chiqsanglar. Mana bunaqa zo'r o'ynaysizlar deb o'ylamadim-da, bo'lmasa olib kelardim. Ustozjon sizga katta rahmat, ishlaringizga omad. Erta 5-sinfda ham xuddi mana shunday tadbirlar o'tkazib yuravering, xo'p? Sog' bo'linglar, salom.